Oshqozonni kestirish uchun boy bo'lish kerak. Oshqozonimni kestirdim, bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, aslida haqiqiy xarajatlar aynan oshqozonni kestirgandan keyin boshlanadi. Operatsiya davomida oshqozonni 80% olib tashlanadi va natijada biz yeyotgan mahsulotlarning vitamini endi tanamizga yaxshi so'rilmay qoladi. Endi nima qilishimiz kerak? Bunaqa holatda biza tabiiy ravishda vitamin tanamizga kirmayaptimi? Endi sun'iy ravishda vitamin bad ko'rinishida biz umrbod bularni ichib yurishimiz kerak bo'ladi. Bu albatta birinchi katta xarajat. Ikkinchi katta xarajat esa sizlarda nafaqat teri, balki yuzlarda ham kuchli osilishlar paydo bo'ladi. Va qarabsizlarki, har oy kosmetologga qatnab yuzni tepaga tortishga harakat qilasizlar. Uchinchi katta xarajat esa mayli sizlar 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo oz deylik, lekin nima bo'ladi? Terilar osilib qoladi. U osilgan teri bilan yurish juda noqulay. Sizlar endi nima qilasizlar? Qayta operatsiya qilasizlar, shu terilarni olib tashlash uchun. Bulardan ham ko'ra eng yomoni bilasizlarmi nima? Eng yomoni eski odatlaringlarni to'g'rilamasanglar, shuncha qilgan harakatinglar, shuncha qilgan xarajatinglar yana bir tiyin bo'lib, vazn yana qaytadi. Shu sabab oshqozonni emas, hayot tarzini o'zgartirishinglarni men sizlarga tavsiya qilaman.